Jasur Umirov nima uchun namanganliklarni haqorat qildi? U ayoli bilan ajrashyaptimi? Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jasur Umirovning jonli efir davomida bildirgan ayrim fikrlari keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan, uning turmush o'rtog'i va namanganliklar haqidagi gaplari turli munosabatlarga yo'l ochgan edi. Mazkur holat yuzasidan san'atkor jamoatchilikka murojaat qilib uzr so'radi. U jonli efir paytida oilaviy munosabatlarda yuzaga kelgan kichik kelishmovchilik sabab jahl ustida gapirib yuborganini ta'kidladi. Xonandaning aytishicha, bu fikrlar uning asl qarashlarini ifodalamaydi. Jasur Umirov barcha viloyat aholisi, xususan namanganliklarni ham hurmat qilinishini bildirib, xalq uchun xizmat qilishni o'zining asosiy vazifasi deb bilishini qayd etdi. U kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun ehtiyotkor bo'lishga harakat qilishini ham qo'shimcha qilgan, deyiladi xabarda.